Ha. Keyin O'zbekiston, Toshkent ikkinchi o'rin. Keyin Aziya ham ikkinchi, uchinchi o'rin. Достижение mana shu 5 yilni zo'r. O'tiraymi uzunmi? Uzun o'tir. Ana. Ko'rasan. O'tir. Qani? Hop, oyog'ini qo'y. Qo'ydim. O'shayin. Kattaroq ishla. Kattaroq. 250 kilo bir tikis. Qaranglar. Hammaga assalomu alaykum. Bu Ekspertcha Gap podkasti va bugungi formatimiz boshqacha. Bugungi mehmonimiz Suhrab aka. Biz Usmonov Fitnessga mehmonga keldik. Nima bor ekan qiziq, hozir ko'ramiz. Bu yerda barlar bor ekan. Ha, bu yerga kiraylikchi. Ha. Endi qani? Ha, bu tomda trenajyorkalar bor ekan. Hamma sportsmenlar, atletlar. Assalomu alaykum Suhrab aka. Sizni to'g'ri keldik aka. Mana zo'r momentga keldingizda o'zi ham oyoq ishlayotgan moment edi. Hi guys. Suhrab Nasimov 3-4 yildan beri musobaqaga chiqaman, bodybuilding bo'yicha atletman o'zim. Hozir birgalikda oyoq ishlayapmiz, ko'ramiz. Ketdik. Va birdan zalda trenajyorlarni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Trenajyorlarimiz Real Leader. Real Leader juda moshli. Amerika mahsuloti. Amerikaning mahsuloti va juda professional darajada ishlaydi. O'zim atlet bo'lganligim uchun har bitta упражнениесini sezaman. Hozir как раз hozir bugun oyoq ishlaymiz. Men uverini ayta olaman. Sumo trenajyorimiz, mana bu sumo trenajyorimiz Samarqandda yagona zallarda bor. Bitta oksijenda ko'rganman. Boshqa zallarda yo'q. Sumo trenajyor как раз o'shanda ishlamoqchi edim. Bitta hozir ishlab, obzorchasini ko'rsatib beraman. Undan keyin yana darsni ko'ramiz. Ko'raylik. Obsho 200 kilo oladi. 200 apparatga o'zi ham bir 50 kilolar chiqadi. 250 kilo obsho olyapsiz. Smela bu. Qanaqa? Misol uchun yengil vesda. Hoppa. Ket. 1 2 3. Ey. 250 kilo aka. Olmaz. 250 kilo bir tikis. Qaranglar. Hozir agar 10 ta qilgan bo'lsa, 2,5 tonnani ko'tardim-da. Yehe, ana. Bitta nima bilan? Bitta urinish 2,5 tonna. Buni endi qaysi mishsaga foydasi bor buni? Savol sizga. Men oyoqni endi har xil mishtasi bor. Qarang. Oyoq mishsa 1, 2, mana bu 3. Xo'p, va o'rta qism bor, 4. O'rta qism. Opshi beradimi bu o'zi? Bu ishlagan paytimiz ichkari, yigajitsa alish ishlaydi. Oyoq orqa qismi, ichkari qismi va sal oldi qo'shiladi. Yana qanaqa mahsulotlar bor? Mashg'ulotlaringiz bor. Qanotga zo'r trenajyorlarimiz bor. Qani bitta ko'rsatingchi? Bir atletligingizni ko'rsating bizga, bitta ishonaylik qani. Bugun o'zi oyoq kuni edi-da. Bitta ko'rsatingchi, qani shogirdlaringiz yo'qmi? Bo, как раз, ke. Shogirdchalarni o'zi birdan. Nechta shogirdchalar bor? Hozir bir 5 tasi kelgan. 5 tasi, ha? 1, ana, Sofa 2, ikkita, Umar 3, 3 ta, ikkitasi qayerdadir yuribdi o'z saqlamiz. Xo'p. Bir 5 ta bola shu yerda. Ko'rsatingchi? Ayonta trenerimiz shu yerda. O ana, bitta trenerimiz. Ukam chempion, xudo xolasa. Chiqaramiz buni ham tayyorlayapmiz. Atlet nasibsiz, ha? Nasib. Kelinglar, mana zalimiz, Usmonov zali. Xudo xolasa Olamiz. gapiring. Gapga bir ikki og'iz. Nima deydi? Bunaqa premium zal yo'q hozircha Samarqandda. Nomer 1 deb hisoblasak ham bo'ladi. Bunaqa trenajyor faqat Samarqand bo'yicha bitta. Toshkentda bitta. Hozir O'zbekiston bo'yicha ikkita deb o'ylayman. Yana bilmadim. Qolgan bir kommentariyada bildirib qolasizlar-da. Hozir bu zalda ikkita trener. Siz va Hammalar gapga. Sizdan nechta shogirdlar? Hozir bizning shogird bir 10 ta 15 taga yaqin. Javob berdi. Hozir nechtasi kelgan? Hozir endiki boshlaydi. Endi boshlaydi. Keyin bitta obzor qilasizdan siz. Bo'ldi, xudo xohlasa. Suhrab aka bitta shogirdlaringizni munosib ko'rsatingchi, qanaqa Bitta qilaylik. Как раз bugun ularga qanotda. Qanot ishlaymiz. Kes avlod, yo'q. Bu ham mana shogirdcha. Bu nima edi? Bu ham qanot qismiga. Qanot qismiga. Mana bu qanot qismiga. Bu butonida, ha? Bunaqasi ham xohlasang bunday ishlaysan, xohlasang bunday ishlaysan. Yelkan tushir. Yamomas. Hoppa. Bu necha kilodan hozir? 20 kilodan-da. 30 kilo.
Yani 30 kilo? qo'shgan kurs. Ha, qo'shgan. Bular hali takosh. Ha. Jaffa. Yana kim bu? O Javokir kelar. Ha, bu-chi? Javokir. Ha, bunisi-chi? Bu ham qanotga. Endi qarang-da. Давай. Qanot masalan uchun tsaylik mana bu yerda tsaylik. Qara. Bu har xil tomoni Ha, bor. qanotni shirachayish qismiga beradi. Aha. Shirachayish mana. Bu shirachayish qismiga bu o'zi ishlagan trenajyor ham hisoblab ishladi. Ha. Bu ham o'tirdi. O'tiraymi uzun? Uzun, o'tir. Ana. Ko'rasan. O'tir. Qani? Hop, oyog'ini qo'y. Qo'ydim. Ushlaydi. Kattaroq ushla. Kattaroq ushla. Kattaroqmi? Ana shunday. Vo. Hop. Yelkani tushurding. Orqaga tort. Mana shunday. Mana bu shirachayish ishlaydi bu yerda. Ha, Chista shirachayishingga ishlaydi bu. Uzman ishlab ketyaptimi? Da. Keyin ham bitta life hack zo'rini aytaymi? Qanot ishlaganda har doim quvvat mamnun emas. Mamnun turadi. Nima uchun deganda, bunday turganda lokt tortadi. Istagimiz bilan tortamiz. Ozman o'zim to'g'ri Bunday qilyapmanmi bo'lsa yo'qmi? qo'l tortadi. Esdan chiqarmaydi. Suhrob aka? Ho. Men o'zim to'g'ri qilyapmanmi? Sen to'g'ri qilyapsan. Xato qilganingda birdan aytardim. Aha. Sen ham yaqinda forma qilamiz. Nasib. Xo'p, yana nima bu? Jaffa. Nima yangilik bu? Yangilik bering, yangilik. Mana bu talshinaga eng zo'r trenajyor. Xo'p. Qanot talshinasiga o'tiramiz Aha. uchun. Kel Jaffa. Ha? Javokir. Eng zo'r qulayligi bilasanmi nima? Nima? O'zingga moslashtirib regulirovka qila olasan-da. Ha. Chista professionalniy уровеньdagi trenajyor. Aha. Xohlasang bunisini tushirasan, mana bunisi pastga tushadi, ko'tariladi. Bo'yinga qarab, bo'yiga qarab qo'yadi-da. U asha boshqacha ekan-ku. Har bittasida o'zida уровени bor. Ha. Xohlasang gavdanga pastroq pastroq tushirasan, teparoq, oldi, orqa ushlashlari. Hozir bunga o'zi option necha kilo bo'lyapti? 20 turibdi, yana 10 kilo 20 bo'lyapti. bir o'zini besi 10 kilo bo'lsa, 30 kilolar bor. Ha. Ana, qara. Chista qanot qismini talshina mana o'rtasi ishlaydi. Ha. Mana. Chista mana bu yer ishlaydi. Operator qarang, mana bu yer ishlaydi. Mana bu yerga oladi. Chista mana shu yer ishlaydi. Va texnika ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Bitta mana shunga rolik qilmoqchiman hali. Aha. Ko'plar shu trenajyorda xato ishlashadi-da. Xatosi bor. Juda ko'p odamlar xato ishlaydi. O'shani biz bitta reels qilib, to'g'ri texnikani qo'yishimiz kerak. Sizni kursingiz yo'qmi aytgandek? Onlayn kursim bor. Onlayn kursingiz bor. Telegramda onlayn kursim bor. Telegramda bor. Da. Примерно nechta nima упражнениялар bor kursda? Kursda tak, u yerda odam zoti formasiga, atletlarning formasiga qaraydi. Bolalar trenirovka qiladigan bolalar formasiga qarab, Aha. individualni tashlab beraman. Aha. Agar professionalroq o'zi qiladigan bo'lsa, onlayn guruhimga qo'shib qo'yaman. O'sha yerda haftalab programmalar ketgan. Ha. Bir hafta, masalan, haftaning boshida qaysi programma, 10 hafta qanaqa programma, 10 hafta qanaqa programma ishlab ketishadi. Onlayn kursni yangi qilib o'tirasizmi? Ha, har Orada? hafta kursimiz yangilanib ketaveradi. Orada bitta masalaga zo'r dars emas. Meni atlet qilgan insonni ko'rsatmoqchiman. Sensei. Sensei. Telefon Пару gaplashamiz. интервьюшки. Не. Сейчас. Телефон. Telefon gaplashib yursalar, Telefonda. kino qilamiz. Xo'p. Qani yana bu shogirdlar yo'qmi boshqa? Bo'ldimi? Tamommi? Ketib qoldi-da. Ketib Mana ham qoldi? tashlaydi. Ha. Yelkaga ko'rsatay, zo'r trenajyorcha bu. Endi qarang-da. Qamaz yo'q. Ana shogirdlarning har xili keladi. Bittasi vesi yo'q, bittasini vesi bor. Masalan, o'zi ko'ryapman, vesi yo'q uncha. Da, ular nabor. Bularga nabor, ves nabor qiladi, masalan uchun. Bu qanaqa pitani qiladi? O, обязательно. Nima masalan? Nima ishga kiradi? Pitanida qarang. O'zi aslida kaloriya deydi ko'p trenerlar. Professional уровеньda bizlar uchun kaloriya muhim. Kaloriya nima uchun bo'lishi kerak? Belok, uglevod, jir, ya'ni oqsil, yog' va uglevodlardan tashkil topgan kaloriya hisoblanadi. Defitsit kaloriya deganda uglevod tushiriladi. Vес tashlayotgan bolalar ko'pisi defitsitda o'tiradi. Nabor qilayotgan bolalarda uglevodni ko'paytiramiz. Ya'ni degani kaloraj, kunlik ratsion kaloraji ko'p bo'ladi. U ham xuddi shunday belokdan iborat, oqsil, uglevod, jir, yog'. Organizmga, tanaga 3 ta narsa shu muhim. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Shakar, makar, u yog'li narsalar kerak emas. Kачественный, sifatli go'sht o'stiraman desa, oqsilga qaraydi. Massa nabor qilaman desa, kattaroq ozg'in bolalar. Katta bo'laman desa, uglevodni sal ko'paytiramiz. Yog' darajasi eng muhimi. Yog', полезный yog'. 1 kilogramm telaga, 1 kiloga 1 gram yog' tushadi. 1 gram. Da, yana qisqacha ma'lumot oddiy tushuntiraman. Belok takzi. Oqsil ham
Sredniy, professional urovenda emas, o'zini naborni qilmoqchi bo'lsa agar, bolalar 1 kilogramm telaga 2 gramm, 1,8 2 gramm отлично. Bizlar musobaqaga 3 gramm, 3,5 grammgacha chiqarardik. 1 kilogramm massaga. Masalan 85 kilo bo'lsam, men 3,5 gramm 1 kilomga yeyishim kerak edi. Где-то умножаешь, bu где-то Нормально. 250-300 gramm чисто belok yeyishing kerak edi. U degani qarib 2 kiloga o'sib bir kunda yeysan. Ha, u suxoy, sushka paytimizda. Nabor qilayotgan bolalar uglevodini ko'paytiradi. Uglevod ham takji 1 kiloga 2 gramm, 3 gramm bemalol tushadi. Naborchada chotib turadi. Boshqa hech qanaqa sekretli narsalar yo'q. Protein ichsam ves olamanmi degan gaplar zarar deydi-ku protein. Protein zarar. Zarari bormi? Bor, bilasanmi nimaga zarar? Cho'ntakka zarari bor-da. Qimmat-ku. Endi qarangda, baribir ko'pchilik ichadi. Foydasi bormi? Shartmi yoki yo'qmi? Nimani? Proteinmi? Protein bor, gainer bor, boshqa bor, suvli nimalari bor. Ular sport dabas. Foydasi bormi? Bor. Qachonga nima Sport dabasga qara. Protein so'zi o'zi aslida oqsil degani. Xo'p. Oqsil degani belok. Молочный belok. Молочный. Ya'ni sut mahsulotidan olingan belok. Proteinni qachon ichadi? Когда kunlik kaloriyada belogi kam bo'lsa, qo'shsa bo'ladi, zarari yo'q. Lekin protein wow chudisa narsa yaratmaydi. Proteindan nabor qilish yo'q. U дополнительный belokni yetkazish uchun ichiladigan narsa. Также qolgan gainer ham. Gainer u oddiy oqsil, uglevod. Ya'ni u eng deshov uglevod desam bo'ladi. Kukuruza u, ko'pincha kukuruza. Gainer ichgandan ko'ra, meni fikrim, lichna men fikrim, ko'proq nimaga, guruchga, makaronga e'tiborni bersa yaxshiroq. Gainerni puliga uni ushilsa yaxshiroq. Endi ekstremniy moment bo'lib qolsa, nabor qilayotgan bola ekstremniy moment bo'lib qolsa agar, unga defitsit bo'lib qolayotgan bo'lsa uglevod, o'zi bilan olib ichsa bo'ladi. Lekin men o'ylayman, lutchi shu to'g'ri ovqatlansa agar nabor chotki bo'ladi. Органически, без всяких добавлений. Нет, добавления нужны, полезные. Вот, допустим, спортбарды нужны. Спортбардар bor-ku, masalan, arginin, citrulin, betavalin, kreatin, да, витаминный комплекс еще вот, допустим, омегу нужно пить, цинка, допустим, нужно, D3, multivitaminный комплекс, они нужны. Badi. Tepat, endi bitta ham savolim bor-da. Ko'pchilik aytadiki, ana shu protein ichsangiz boshqa kesizlarga polavoy organga zarari bormi? Shu savol to'g'rimi yo'qmi? Ya, bu mif, ha? Da, mif, 100%. Sigaret chaksang, zarar deb yozib qo'ygan-ku katta qilib, to'g'rimi? Babicha aka. Nimaga chakasizlar? Mana допустим, sport titanni olsang, biron joyiga shuni yeysang zarar bor degan yozuv bormi? Ko'rganmisan? Ko'rmagansan. Bironta sport titanni ol, katta qilib nilza degan joyi yo'q. Buni ichsang seni rak qiladi, buni ichsang impotent qiladi degan yozuv yo'q. Nimaga yo'q? Chunki unaqa narsa emas. Lekin sigaretga yozilgan. Alkogolni ichmadim, biz olib ichamiz. Bizlar odamlarimiz shunaqada, bizlar qilma degan ishni qilamiz, qilliga ishni qilmaymiz. Qarang, keyin ko'pchilik mana zaymasi qiladi, masalan, 10 yil, 15 yil normalniy forma qiladi-da. Protein ichadi masalan uchun. Keyin masalan sportni tashlab qo'yadi, osilib qoladimi? Mana u mishsi imенно. Endi qara. Mishsada bu shug'ullangan payting, mana hozir dam olib yuribman. Avvalgi formamga nisbatan hozirgi formam va emas, ko'rgansan, atletический formam ko'rganman. Вот. Lekin поддерживать qilib turibman, bu turgani. Lekin zanimatsiya qilmagandan keyin естественно baribir tushadi u. Chirichuz osilib qoladimi? Tipa jir nima bo'ladi-ki boshqa? Agar pitaniga amal qilmasa ya, pitanini ushlamasa, любой narsa ketib qoladi. Bu turadigan narsa emas, pitanini ushlash kerak. Допустим, aytaman-ku, dieta deganda bu dieta bilan o'zi yashaladi hayot. Eslatib o'taman, dieta bu больницаning ovqati emas. Shunday qarasa, больницаdan to'g'ri ovqat berishadi. Dieta bu hayot, жизнь, образ жизни. Dieta bilan yashaladi. Dieta qilinmaydi, u bilan yashaladi. Tushunyapsanmi? Shunday. Bizlar dietani u cheklov deb o'ylaymiz-da. Lekin u dieta cheklov narsa emas. Cheklov, в общем cheklov narsa emas. Chunki organizmga kerakli narsani yesak cheklov emas. Bizlar o'zimiz o'sha cheklovni olib tashlaganmiz. Yog'li narsani yeyish oson, yog'siz yeyish qiyin. Qiyinroq, Shirinlik yeyish oson, achchiq yeyish qiyin. Zona komfort degida bu narsa ham. Мы из зоны комфорта не хотим выйти. Shunday. O'sha tarzda trenirovka qilib yurgan odam bilan qilmagan odamingdan farqi shunda. Qilib tashlab qo'ysa, organizm qancha tashlab yuboradi. Keyinchi bitta sansayni yo'nib boraylik ham. Sansay bo'shaydilarmi? Bo'shadilar-ki. Bitta gaplashib. Bitta Endi bitta sensey, Bolxaka. Пару слов с вас. Пару слов с вас. Как вы меня подготовили к чемпионату? Какие были достижения? Musobaqa chiqqan paytlarimiz. Musobaqa chiqqanda podgotovkada birinchi musobaqasida
O'zbekda ikkinchi o'rin bodybuilding klassik. Da. Keyin Jizzaxda ham klassika bodybuilding 2-3 o'rin. Ha. Keyin Toshkent. O'zbekiston, Toshkent Aziya. 2-o'rin. Keyin Aziya ham 2-3 o'rin. Достижение mana shu 5 yilni zo'r. Birinchi marta chiqqan paytimiz zalitib edimda. Da. Bir kun qolganda qalamin. Massa. Ha, hech kim ishonmagan edi ustoz. Suxoy bo'lib qolib. Ertasiga chiqqanda hamma hayron bo'lgan edi. Da, da. Ya вот хочу сказать вам всем, hammaga aytmoqchiman, trener olinglar. Men o'zim trener bo'lib turib, ustozim Boq akam bilan shug'ullanaman va dasturchilik qilaman uning uchun. Shu ustoz borligi uchun. Agar Nasib bo'lsa bundan so'ng qilamiz. Ha, inshaalloh trener bilan ishlagan odamda rezultat bo'ladi. Trenersiz bo'lmaydi. Zalga kelgandan keyin harakat qilinglar, trener bilan ishlashga. Men ustozim Boq akam bo'lsalar, Boq akam ham o'zlari ustlariga ishlab, o'zlari ham yana zo'r trenerlar bilan maslahatlashib ishlab turadilar. Nima uchun? Opit oshirish. Trener bo'ladi deganlar. Да. Так что, Boq akam, sensei, мы всегда вместе. Конечно. Да. Всегда вперед. Спасибо. Rahmat. Xo'p. Suhrob aka, Hay. qarang. Qarang. Hozir endi boshlayman deganlar, masalan, bolalar bu Ko'p vez olish kerak yoki vez tashish kerak-da, masalan shu. Mana, birinchi nimadan boshlash kerak? Trenerdanmi yoki pitaniyadanmi, nimadan? Birinchi o'zini disiplinasidan boshlasin. Xo'p, disiplina qilish uchun nima qilish kerak? Shunaqalar borki, masalan, erinadi, boshqa Вот, qiladi, gavoz говорю. Ha. Birinchi men beradigan savolim zalga keladi-ku bola. Aha. Kelgandan keyin birinchi beradigan savolim, "Ты дисциплинированныйmi?" deb so'rayman. Sen disiplinaga amal qilasanmi deyman. O'ylanib qoladi-da. Ha. Chunki bizlarda disiplina qilmaydigan bolalar ko'p. Hamma o'ylaydi, bir oydan keyin vau bo'laman deb-da. Buning uchun imенно rezultat qilish uchun rezultatga disiplina kerak. Olishingiz kerak, ha? Da, обязательно disiplina. Zalga kelgandan keyin qolganda disiplinasi bo'lsa agar rezultat chiqadi. Rezultat chiqadi. Endi qarang, trenerni tanlash uchun nima qilish kerak? Nimadan boshlash kerak? Nimadan Juda so'rash o'rinli kerak? Masalan shu есть же такие нормальные тренеры, есть Да. такие, которые просто берут деньги, просто говорят, это делай, buni qo'y, Да. bo'ldi, tamom. Shunaqa Juda bo'lmasligi o'rinli uchun nima savol. qilish kerak? Juda o'rinli savol, juda o'rinli Men savol. deganda men o'zim ham shunaqa trenerga tushganman. Da. Shaxsan o'zim. Da. Nima qilish kerak? Qanday qilib tushunish kerak buni? Trener tanlashda Ha. birinchi navbatda bu mana bu aytadi-ku, meni bir oyda necha kilo tushirasan deydi-ku. Ha. U men seni 10 kilo tushiraman deydi-ku, u narsaga e'tibor bermash kerak. Ha. Chunki agar o'sha odamni sen 10 kilo, 20 kilo tushirishingni bilsang, sen 100 dollar, 200 dollar olmaysan, 10 ming dollar talab qilasan-da. Tushunamsanmi? Birinchi navbatda znani bo'lish uchun znani trenerda bo'lish kerak. Unda znani bilim nima uchun bo'lish kerak? To'g'ri pitanni berish kerak. Pitaniya boshlash Ha, kerak. 80% trenirovkada jarayondagi 80% выполнение qilganda Ha. pitani katta rol o'ynaydi. Pitaniya. Da, 80% rolni pitani o'ynaydi. Pitani o'ynaydi. 80% pitanisi qo'ygandan keyin uni birinchi savoling shu, "Meni qanday qilib ozdirtirasan?" deb savol bersang, Xo'p. cheklovni boshlaydi-ku. Kaloriyani tiqadi masalanda. Sen bir kunda buncha kaloriya yeyishing kerak deydi. O'shani agar oqsil, uglevod, yog' bilan taqsimlab bersagina u trenerda znani bor, bilim bor. Ha, chunki kalorajni o'zi bilan bo'lmaydi. Oddiy misol aytganda, men senga aytaman, bir kunda 1000 kaloriya yeyishing kerak, 2000 kaloriya yeyishing kerak, masalan. Xo'p, aha. Nima yeyishim kerak deysan, masalan. To'g'rimi? Uning ichiga shakar ham kirishi mumkin. Mumkin emas shakar, masalan. Men senga deyman, bir kun sen bir kun 1 kilo olmaysan deyman. 1 kilo. 1 kilo olmay, 1 kilo pomidor ye deyman. Ular ham kaloriyasi bor-ku. To'g'ri. To'g'rimi? Tushunyapsanmi? Undan sen rezultat olmaysan. O'shaning uchun bo'ldi ukajon, mana sen formangni defitsitga tushiramiz. Senga masalan bo'ying 90 kilo bo'lsa, senda где-то bir kunda rationda 150-80 gram belok bo'lishi kerak. Beloging bir kunda masalan senda bo'ladi bir 800 gram belok, где-то 200-300-450 gram uglevod, bir 50 gramlar jir полезный qo'yib, boshlab ratsiondan keyin o'sha planni trenirovka jarayonida uglevodni tushirib formaga keltirasan. Birdan bo'ladigan narsa emas. O'shaning uchun bilim birinchi meni fikrim professional urovenda darajada bizdanisi pitanni bo'lishi kerak. Pitanni. Keyin qarangda, mana bu shumbolani hamma biladi. Bez tashadilar mana shu. Bodring bilan. Bu realistik narsa, bodring bilan bez tashab bo'ladimi? Ты за кадром не знаешь, что творится? Yo, shuni so'ramoqchiman, tushunasizmi? Bodring это фишка. Ha. Bodring это фишка. Как qanday desam senga, u привлекать qilish uchun. Vнимание tortish. Да, bodring Chagayevni
o'zini bir nimachasi u. Nima deydi? Fishkachasi, Fishkachasi. ha. Ha, u Ha, как ha. fishka. Lekin bodringdan realniy versiyasi bo'lmaydi. Men zakadrim qanaqa Ha. pitani qilayotganini bilaman uni. Ha. Endi aytib o'tirmay hozir kamerada kim qilyapti, nima qilyapti, men uni Ha. bildim. Chunki realniy u yerda dietologlar qarayapti. Dietolog. Realniy pitanizga qarayapti. O'shaning uchun rezultat ketyapti. Agar uni dietasiga qaralmasa, u foyda qilmaydi. Bodring bilan tushmaydi. Aha. Qarangda, bitta tanishim borlar. U kishi ham bizning mehmonimiz bo'lgan edilar, Kamronbek Isoyev. U kishi ingliz tili o'qituvchisi, u kishi universitet sentrida ishlaydilar. U kishi 2 oyning ichida 27 kilo tashladilar. Bo'ladi. Bes. Bo'ladimi? Qanday qilib? Mana u kishi aytdilarki, faqat dieta, ana shu kaloriyani faqat bunaqa qilib yurdi, keyin fiziskiy nima? Aksingiz. Yurdilar-da, Da. aslida. Ha, chopdilar, Da. fiziskiy Da. nagruska shunaqa. Agar 27 kilo. да, 2 oyda. Да, реально. Возможно? Да, конечно, возможно. Bo'ladi. Qanday qilib? Sabab Ha. u odam fiziskiy aktivnostini ko'targan. Da. Yesi mamlay narsa ham xatoda. Bor 20 kilo, 30 kilo tashlaganlar ham bor. Ko'p yuradi-ku. Da, vesi tushadi. Lekin kuch qolmaydi. Kuch qolmaydi. Ha. Постоянный kardio yaxshi, lekin yurakka yaxshi. Lekin Mishishniga mishniga bo'lmaydi. Mishsasini ham kasat qilish kerak. Shuning uchun menda agar shug'ullangan bolalar bo'lsa, ves ozdiradiganimga 1 kun kardio qildiryapman. 1 kun fiziskiy nagruska. через день. Через день Orbitasi. начале. Начале. 1 oy. Ha, 1 oydan keyin rezultatiga qarab har kunlik trenirovkaga o'tadi. ha. Tushundingmi? Birinchi oy chunki birdan nagruska berib bo'lmaydi. Qilmagan odamga birdan nagruska bersang yotib qoladi. O'shaning uchun zalga keladi. Birinchi lehki trenirovkacha kardio o'rgatib olasan, badan o'rgansin, nimaligini tushungandan keyin unisi oydan trenirovkasini sal ko'taraman tempini. Ha, ha. Da, sal, lekin pitanini agar ushlamasa, aytib qo'yapman. Men shunaqa seryozni qarayman. Men bilan ishlagan bola pitanisiga ushlamasaga qaramayman, chiqarib olaman. Ha. Bir oy qarayman, pitani ushlamasa agar shunday javob jo'rajon deyman. Ishlamayman deyman. Xo'p, qarang, mana bu shogirdlaringizga qancha pitan yozib berasiz o'zingiz shaxsan? Besni tashlash uchun. Defitsit. Defitsit. Nima? Da. Nima kiradi defitsit? Как всегда, белки, углеводы, жиры. Ha, yo'q. Ana shu Da. nima? Grutkami, nima? Farqi yo'q, qara. Sostav. Da, grutka. Biz masalan мясо deganda faqat grutkadan eslaymiz-da. Grutkadan tashqari viriska bor, baliq bor, tushunyapsanmi? O'shalardan qurish kerak. Постоянно tovuq yeyish, men o'zim musobaqaga chiqqanimda 4 oy ichida 200 kilo tovuq yedim-da. Yo'q, Ana shu yerga kelganda tovuq. 4 oy. 4 oyda 200 kilo tovuq, oyiga 50 kilo degan. Ancha ko'p yedim. O'shaning uchun pitanisida men birinchi yozib beradiganim biloki. Bilokida tovuq bo'ladi, baliq bo'ladi, мясо viriski bo'ladi, tuxum bo'ladi, oqi masalan. Ha, ha. Tvorog qo'shmayman. Jir Tvorog qo'shmayman. Yo'q, tvorog qo'shmayman. Menga masalan, lichda men uchun tvorog qo'shmayman, yoqmaydi. Ma'qul emas. Ha, yo'q, tvorog qo'shmayman. Ves olayotgan bolalarga mayli qo'shish mumkin. Da. Ha, sushkaga kirayotgan vesini tushirayotgan bolalarga jirini ограничение qilaman-da men uni. Jirini ограничение qilib, jirini faqat omegadan qo'shtiraman. Omega 3 ni ichlayman, liba baliq yeyman. Qizil baliq, yo forel, liba tunsa. Liba tunet, liba qizil baliq. O'sha ikkita baliqda chotki. Добавки mumkinmi? Bu Da. spetsiya qanaqadir? Da. Sipa men hozir grutkani olsalarga prosta bizda hech narsa yeb bo'lmaydi-ku. Yo'q, bo'ladi, da. Aytgandek cho'g'latish kerak emas. Maza. Endi qarab. Professional urovenda chiqqan bo'lsa, masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Sushka jarayonimda musobaqaga chiqayotgan paytim tuz olib tashlaganman-da, kamgina, bir oycha. Tuzni o'zi. Tuz olib tashlaganman-da, bir oy. Spetsiya. Spetsiya были, только tuzsiz spetsiyalar bor-ku, ha. U qiyin. Lekin bunday bolalarga tuz qo'shaman, grami bilan. Gramirovkasi bor tuzini, ha. Chunki tuzni olib tashlasam agar bo'lmaydi, dalin tushib qoladi-da, ular qila olmaydi. Tuz bo'ladi умеренный dozirovkada-da. Men aytaman, uyingda kuxnyada tarozi bo'lsin, kuxnya tarozi. Tuzni qo'yib, salgina sepasan, gramirovkasi bilan yeysan deyman. 5 ratsion ovqatingga tuzni grami bilan yeysan, умеренный dozada tuz yeysa agar hech narsa qilmaydi. Foydasi bor. Tuzni olib tashlasa agar mishtaga sudirgan beradi-da. Davleni tushib qoladi, shunisi ham bor. Tuz yeyish kerak. Tuzsiz bo'lmaydi. Uni ham joyi bor. Normasi bilan endi atlet bo'lsa, musobaqaga chiqadigan bo'lsa, formasiga qarab treneri tuzni olib tashlaydi, qo'shadi, uni treneri hal qiladi. Tushunasizmi? Qarangda, masalan, shogirdingiz bor. Tushunaymi? Ves tashishi kerak. Питание правильно qilyapti, sportzal как положено kelyapti. Plus-minus men garantированно qancha tashishi mumkin? Garantированно. Qanchada? 1 oyda.
bir oylik. Boyagi gapda. Ha. Boyagi gap. 1 kilo Agar bir emas, oyda kamroq. Ha. Bir oyda plus minus agar harakat qilsa, agar 5-6 kilo spokойно tushadi. 5-6 kilo spakat. Harakat qilsa, Ha. harakat qilsa. Qilsa agar, o как Muhim joyi положено. harakat qilsa, o'zi shu aytganni qilsa, aytganni qilmasa rezultat ko'rsatmaydi. Tarozisi bir xil turadi. O'sha 80 mi 80 qotib qoladi. 80 78 ga tushadi, qotadi. Tushunyapsizmi? Lekin realniy trenirovka qilsa, realniy pitaniyaga amal qilsa, tushadi. 4-5 kilo minimum tushadi. Boshiga badandan suv tushish boshlaydi. Ha. Forma qurish u 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik natija emas. Yo'q. Davomiylik talab qiladi, disiplinani o'z ichiga oladi u. Men o'shaning uchun birinchi aytaman bolalarga, sen disiplinirmisan, disiplina o'sha olaysanmi? Chunki bitta narsa davom etish kerak. Bitta narsa davomiy, u постоянно повторится, одно и то же повторится. С утра проснулся, питался, тренировка, uyga kelding, yotding, yana yeding, ana shu bitta narsa davom etish kerak. Pitaniyadan sen chizilgan chizig'dan chiqmasing kerak. Agar seni seling точка A dan B ga yetish bo'lsa, u уже seni harakatingga qarab natija keladi. Tushunyapsanmi? Endi qarangda, masalan, bizni uyimizda hamma narsa yo'qlik. Hamma bizning ratsionimiz shunaqa. Yo'qlikda aslında. Bizning obro'y жизни так. Uyda osh qiladilar-da. Onamiz kelsalar, oshni yedi sizlarga yemayman deb ayta olmayman. Nima qilish kerak shu vaqtda? Xafa bo'ladilar-da. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Juda qiyin. Ko'rasizlar-da. Keladilar, mana bo'laman, osh qildim, kir, o'tir. Yo'q, uni buni qilsang bo'ladi. Ha. Bitta olib ta'mini ko'rib, ayajon men ketdim desang bo'ladi. Agar tu, duxing yetsa. Duxing yetsa. Agar yemasangiz bitta tapchika keladi. Agar duxing yetmasa tapchika keladi. Yo'q, u onalar qo'lni qaytarmaslik kerak. Chunki ko'ngillaridan oladilar. O'shaning uchun borini tushuntirish kerak. Ayajon men trenirovka qilyapman, pitaniyadaman. Mayli sizni qo'lingiz qaytarmasligi uchun bitta ta'mini ko'raman desam, bitta ta'mini ko'rib qolsang, u bitta og'iz degan narsa hech qanaqa zarar bermaydi. Lekin sen o'tirib yeganing zarar ko'p bo'ladi. Agar sen realni forma qilaman desang, senda maqsad bo'lsa, maqsadga qaraladi-da. Menda shunaqa holat bo'lgan, даже musobaqa chiqayotgan paytim sushkada edim, unsel. Uyda osh qilganlar. Spetsial osh qilganlar. Hamma biladi, osh ma'raka tug'ilgan kun, men yemasdim. Yemasiz. O'tirasiz. Ha, chunki uydagilar biladi-da meni. Chunki men musobaqaga tayyorlanyapman, biladi. Xotinim biladi. Meni ovqatimni xotinim qilib beradi. Xotinim menga alohida tayyorlab beradi. Dasturxonga o'tirib, sen bu narsani preser qilyapsanmi? Hamma osh yeb o'tiribdi, sen sushkadasan. Sen o'sha dasturxonda sen o'zing sassiq tovuqni yeb o'tiribsan. Bu shunaqa azob. Forma qilgan bola biladi. Natija qanaqa qiyin kelishini, natural, to есть realniy forma qilgan bola biladi. Xo'p, qarang, masalan, bir Bitta bolalarga qaraylik, nima bo'lib qoldi ular? Ha, chotam, pastani. Aura. Hozir 5 ta shogirdlar bor. Qanday uslub qilasizlar, men bilmayman. Suhrob aka, har bitta shogirdga qanday uslub qilasiz? Savol sizga. U trenerning mahorati bo'lishi kerak-da, uning uchun. Mahorat bo'lishi kerak. Davay. Mana, sok ichib o'tiribsiz. Bitta men qarasam boshqa joyga, bular sok ichib o'tsa. Davay. Güzel uğraşma, güzel eton. Vay tarafı eton. Yine YouTube'a bak. Ben bitta qaramasam bitta shogirdga. Davay, tur. O. Hoppa. Ye. Kaç. Davay. Ha. Trenerni ko'rsaga mandiraj qoladi. O'zi mandiraj ushlaydi-da. Chunki men to'g'rilayman-da. Mendan oldin xato ishlaydi bular. Sizga savol-da. Men oddiy misolda 1 yil oldin 2025-yilda martda sizda bo'lsaga men unaqa nima edim? Besim yo'q edi uncha. Toshkentga kulyapman. Besim uncha yo'q edi aka. Yarim yilning ichida plus minus 20 kilo men ves oldim. Endi qarangda, masalan, nima sabab bo'ldi? Normalni uxlamayman, sразу tan olaman, normalni uxlamayman. Appetitim yo'q lekin. Uncha ko'p narsa yemayman. Shunisi bor. Sneki yeyardim, hozir kam. Hozir juda ham kam. Va yana nima bo'lishi mumkin? Garmon o'ynashi mumkinmi? Garmon ichmadim lekin. Hech narsa ichmayapman. Nima bo'lishi mumkin? Fizический nagruskang yo'q. To'g'rimi? Fizический yo'q. Yo'q. Fizический nagruska deganda zalga chiqmaysan. To'g'rimi? Taksi. Периодически chiqmayapsan. Normalniy ovqat yemayman, appetitim yo'q deyish borda ko'p bolalar men kam o'zi ko'p ovqat yemayman deydi. Lekin nima yeysan deyman-ku? Ha, ertalab zavtrak qilmayman deydi. Obedga osh yeyman deydi. Kechga biror nima yeyman deydi. Yani nima masalan, salat yeb yotaman deganlari bor, osh yedim-ku deydi. O'zicha u dietada. O'zicha. Bitta oshning kaloriyasi 3 kunlik kaloriyada u. 3 kunlik. Ha, bitta oshni yesang bo'ldi, u hazm bo'lishi qiyin.
Sanda problema nimada? Uyqu buzilgan. Aha. Uyqu buzilgan. Mayli hay, uyquni hay olib qo'yamiz, hammada sharoit shu. Ha. Pitani yo'q. Vitamiin normali yo'q. Bechora organizm dod deyapti. Ha, shunday. Chunki bitta snake yeyman deyapsan. Ha mayli obrazda bugun nima eding? Mana hozir bugun nima eding? Bugunni o'zi Bugun nima eding? chestni aytaman. Chestni. Pyure bilan grechka. Tamom. Qancha? Bir to'qchida. Zavtrak qilmading. Zavtrak qilmabman, obed qilmadim, где-то 5 larda yedim. Ha. Ana shu narsa. Boshqa hech narsa yemabman. Organizm o'zi shokda-da senda. Ha u bo'lmaydi-da. O'sha gap. Belok, uglevod joy-joyida bo'lsa agar bitta fizический нагрузкani sal joyga qo'ysang, fizический aktivность bo'lmagan uchun testosteron ham tushadi. Testosteron qayerda ishlasin? Nimani работать qilsin u? Qayerga ishlatsin uni? Xo'p. Chunki testosteron qachon ishlaydi? Murskoy gormon u. U sen когда fizический нагрузка bersang, u ishlashni boshlaydi. Chunki organizmni tiklash uchun testosteron ishlashi kerak. Seni organizming tiklanishi shart emas. Chunki og'ir narsa ko'tarmaysan. Shunday. Sen mashg'ulot qilmaysan. Shunday. Yurishing uchun senga energiya kerakmi? Energiyani mana zapas qilib qo'ygan yo'q. Yetadi o'shani. Yetadi. Ha, shuni hisobiga. Gormonlaring buzilishi tabiiy holat. Tabiiy holat. Chunki oddiy pitaning nito, uyqu nito, obraz жизньning boshqacha. Salgina o'zgartirsang, yana o'zing keladi. Xo'p, qarang. Masalan uchun ichishga kelaylik. Yeyishni qo'ysak, ichishni. Ha, masalan uchun men ko'rganman, o'zingizni sahifangizda masalan shakarsiz kola ichgansiz. Da? Mumkinmi? Shakarsiz. Mumkin. Zero Glibokay. Yo, mumkin. Bu dokazano-da o'zi. Aytilgan hamda ichda bo'la, uni ham litrlab 80 kilo, 1 litr, 10 litr emas. Umerini bir kunda bitta 0.5 tani ichsang, hech narsa qilmaydi, o'lib qolmaysan. Hech narsa qilmaydi, zarari yo'q. Uni men nima uchun ichaman senga aytaman, men shirinlikni qisqa sladkий muji bo'ladi-ku, o'sha narsani to'xtatish uchun. To'xtatish uchun men zero ichaman, shu qondiradi. Tamsiz bo'lsa ham o'sha organizm o'shanga qongan, bo'la yetadi deydi menga. Salgina sladkiymi uchib qoladi. Ko'p bolalarda, основной ko'p odamlarda shirinlikka tortadi-yu. Nimani hisobiga deysan? Nimani hisobiga? Insulin o'ynash hisobiga. Insulin pas o'ynash uchun. Da, o'shaning hisobiga shirinlikka tortadi. Uchun xlorofil, tabletkalar ichsa agar joyga tushadi. O'zimda ham shunaqa ahvolda men ham sladkiyga tortadi. Shirinlik juda yaxshi ko'raman. Xo'p. Kola zero mumkin, suv mumkin. Yana nima mumkin? Yana nima mumkin? Zero narsa aytaymi? Tabiiy, naturalniy sok mumkin. Ichasan, kelmasan. Men seni bugun bitta ugasit qilay. Smuzi ichasan, smuzi. Полезный. Qanaqa u Mana, ichida kivi, olma, miyatasi bor. Miyatasi. Zarari ham yo'q. Foyda. Yo'q. Ham proba qilaylikchi. Agar buni ertalab ichsa ham foydasi zo'r. Ovqatdan keyin ichsa ham yaxshi. Barimizni bitta arzonda, barimizda любой narsa bor-da. Da, Ziloniy vitamin. ukam har doim podeshkada. Zo'r ekan. Da. Ha, bundan tashqari yana mumkin. Suv, bo'ldi. Tamam. Suv, tabiiy mamlakat kivi, olma, buni ichsa bo'ladi. Qizil lavlagi bilan yablokani ichsang bo'ladi. Imbir qo'shib ichiga. Tabiiy sok, naturalniy soklarda. Lavlagi, olma, imbir bilan ichsangga yog'ni eritishga yordam beradi. Xolesterinni tushiradi-da. Yordam beradi. Ertalabga yaxshi. Gaziron suv o'zi. Mumkin. Mumkin. Chortoq mumkin, barzomi mumkin. U ham umerin. Oddiy mineral suv. Umerin dozировкада. 0.5 ichsang zarar qilmaydi. Parilkaga kirgan moment, men parilka ko'p zallarda parilkasi bor-ku, saunasiga kiradi-ku. Iloji bo'lsa, barzomi bilan kirsa yaxshi. Ili chortoq bilan kirsa yaxshi. Sabab mineral chiqib ketadi-da, parda. Parilkaga kirsa shu vez tashish mumkinmi? Yo'q, tashlamaysan. Yo'q. Tashlamaysan. Suv chiqib ketadi, yana suv ichasan qaytib kiradi. Обратно joyga kiradi. Ha. Biz qachon parilkaga kiramiz, tashiysan, qachonki sen musobaqaga tayyorlangan bo'lsang, podkojni jir qolmagan, senda salgina suv ishlab turadi. Biz parilkaga kiramiz. Parilkaga kirib, suvni chiqarib tashlaymiz. Chunki biz sushka momenti, sushka u соревновательный forma. Tushunasizmi? Sushka degani o'zi соревновательный forma, adashmanglar. Подготовление к соревнованию sushka qilinadi. O'sha momentda seni suving kontrolda bo'ladi. Men sushkada musobaqaga chiqishdan oldin o'sha suvimiz ограничен bo'lgan payti parilkaga kirganman. Parilkadan chiqib suv ichmaganman. Ichmagan. Yo'q, o'lib qolganman, suv ichmaganman deydi. Qarang, bu musobaqaga chiqqansiz, ha? Nechta medalingiz bor? Qanaqa medallar bor?
Xo'p, birinchi o'rin nasib qilmayapti. Ha. Toshda konkurensiya kattaligi uchun, mo'sh taqdirmasligi uchun, lekin bir tak, O'zbekiston ikkita O'zbekiston 2024. Ikkita Cerebro 80 kiloda bor. 2025 bitta 3, bitta 2, 4 ta bo'ldimi? O'sha yilning o'zida ikkita 2 nimada? Aziyada, chempionat Aziyada ikkita 2, o'sha 6 ta bo'ldi. 6 ta. Yana ikkita 2 Toshkentda, 8 ta. 8 ta Cerebro bor. 8 ta Cerebro, 7 ta Cerebro, bitta bronzam bor. Bitta bronz. Chunki Jizzaxda bodybuildingda 3-o'rin chiqib qolganda. Ayt. Bodybuilding uchastka. qatnashish. Qatnashish. Glавный участок. Konkurensiya katta. Qarang, birinchi marta chiqqaningizda volnение bo'lgan. Da. Masalan, bo'lgan biron kishi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Vo. Volnение, конечно, bo'ladi. Tez pozorov qilib tashlaganman. Tez qilib tashlaganman orqada. Sensei boqaga turibdilar. Asta salomni ko'rish kerak deb. 20 sekundda pozorovkani qilib tashlagandim. Birinchi martasida hayajonda, ko'ngil tak uradi. Ha dedim. Ikkinchisiga yo'q, o'sha zo'r. O'sha yilning o'zida birinchi chiqqanim scenaga, "Hay, ты представь, ты в трусах почти голый, hamma senga qaraydi." Men uni tan olib chiqqanman, bilib chiqqanman, no, baribir scena boshqa narsa. Scena boshqa narsa. Короче, birinchi martada volnение bo'lgan, keyin u yo'g'i asosga ketgan, shundaymi? Sal-pal bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu hali boshlanishi. Nasib sizlarga Suhrob aka bilan olib ko'p kontent olamiz. Suhrob aka, sizga rahmat akajon. Ko'rganda ko'rishguncha. Suhrob akaga obuna bo'ling, bizga ham obuna bo'ling. Tamam. Qani pitani qilinglar. Eng muhimi, pitani ushlanglar.